Qadrdonlarim, kambag'allik kam pul topilganidan emas, topilgan pulni hissiyotga berilib, noto'g'ri qarorlar qabul qilib, kerak-kerakmas narsaga ishlatib yuborish oqibatidan kelib chiqyapti. Chunki ko'p pul topib ham aql bilan topilgan pulni ishlatmasdan holi tang bo'lib yurganlar bor. Ular ham topilgan pulni hissiyotga berilib, noto'g'ri qarorlar qabul qilib, zarur emas narsaga ishlatib yuborgandan so'ng topgan puli yetmasdan qarzdor bo'lib qolyapti. Qarzlarga kirib ketyapti. Qarzga kirgan odam, qarzdor odam bilasiz, hech qachon boy hisoblanmaydi. Fikrimga qo'shiladiganlar kommentariy yozing. Video yoqqan bo'lsa yurakchani qizartirib, videoni kimga yuborib qo'yishni o'zingiz bilasiz. Joningiz sog' bo'lsin. Qadrdonlarim, kambag'allik kam pul topilganidan emas, topilgan pulni hissiyotga berilib, noto'g'ri qarorlar qabul qilib, kerak-kerakmas narsaga ishlatib yuborish oqibatidan kelib chiqyapti. Chunki ko'p pul topib ham aql bilan topilgan pulni ishlatmasdan holi tang bo'lib yurganlar bor. Ular ham topilgan pulni hissiyotga berilib, noto'g'ri qarorlar qabul qilib, zarur emas narsaga ishlatib yuborgandan so'ng topgan puli yetmasdan qarzdor bo'lib qolyapti. Qarzlarga kirib ketyapti. Qarzga kirgan odam, qarzdor odam bilasiz, hech qachon boy hisoblanmaydi. Fikrimga qo'shiladiganlar kommentariy yozing. Video yoqqan bo'lsa yurakchani qizartirib, videoni kimga yuborib qo'yishni o'zingiz bilasiz. Joningiz sog' bo'lsin.